Endilikda mahallalar mas'ul rahbarlarga nomma-nom biriktiriladi. Respublikada mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, mahallalarda jinoyatchilikning barvaqt oldini olish bo'yicha samarali tizimni yo'lga qo'yishga qaratilgan manzilli ishlarni tashkil etish maqsadida 2026-yilda hududlar mas'ul rahbarlar va muassasalarga quyidagi tartibda nomma-nom biriktiriladi. Kriminogen vaziyati og'ir mahallalar, tuman, shahar hokimlari, prokurorlari hamda ichki ishlar organlari boshliqlari va ularning o'rinbosarlariga 5 yildan buyon qizil toifada bo'layotgan mahallalar Milliy gvardiyaning hududiy boshqarmalari boshliqlari, viloyat darajasidagi ichki ishlar organlari rahbarlarining va hokimliklarning o'rinbosarlariga 3 yildan buyon qizil toifada qolayotgan mahallalar huquq-tartibot idoralarining ta'lim va ilmiy tashkilotlariga, kriminogen vaziyati eng og'ir tuman va shaharlar, viloyatlar darajasidagi prokurorlarning va ichki ishlar organlari rahbarlarining birinchi o'rinbosarlariga, ayollar jinoyatchiligi, spirtli ichimlik va giyohvandlikka ruju qo'ygan shaxslar jinoyatchiligi hamda nizoli oilalar salmog'i eng yuqori bo'lgan mahallalar, tegishligincha viloyatlar darajasidagi oila va xotin-qizlar, sog'liqni saqlash hamda adliya boshqarmalari boshliqlariga